Ustoz, shu birgina so'z zamirida olam ma'no va hurmat mujassam. O'qituvchi sof til, kamtarin, ma'naviy boy, axloqan pok insondir. Ularning poyiga guldastalar sochsak, doimo hurmatlarini ado etib, ardoqlasak arziydi. Chunki ustozlar butun kuchlarini, aql-idroklarini, bilim va zehnlarini, qalb quvuriyu sehrlarini shogirdlariga baxshida etgan zahmatkashardir. Adolat Nurmanova ham ana shunday fidoyi ustozlardan. U 20 yildan buyon Eliqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 60-sonli maktabda boshlang'ich sinflarga dars berib keladi. Uni nafaqat o'quvchilari, hamkasblari ham yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi. Biz bugun u bilan suhbatlashar ekanmiz, uning nafaqat ish faoliyati, balki hayotiy qarashlari bilan ham qiziqdik. Eng ko'p kim asraydi oilaning qalbini? Eng ko'p ayol ham erkak ham ikkisi birlashgan holda esa mustahkam bo'ladi deb o'ylayman. Birlashgan, juftlashgan holda boshqa fikrni o'ylasa, boshqa tarafga tortsa, ikkisi bir juftlashib bir qalb bo'lmaydi deb o'ylayman. Ikkisi ikki dunyo bo'lsa, bir-birini tushunadigan bo'lsa, qalblashib bir qalb bo'ladi. Masalan, siz oilada ham, jamiyatda ham o'zini o'rnini ega, o'zini munosib o'rnini ega. Qanday bajara olasiz buni? Ham oilaga, ham ishga qanday vaqt ajrata olasiz? Qiyinchiliklar bo'ladimi hech? Bo'ladi vaqtida oiladagi ishlar, bola tarbiyasi, farzandlarning tarbiyasi, maktabda bolalar tarbiyasi, hammasini yetishga harakat qilaman. Ko'proq istashni. Ayolning joni 40 dedilar, shuning uchun hammasiga harakat qilish kerak deb o'ylayman o'zim. Ayol o'zi hamma narsaga uspet qilishga majburmi? Endi ayolning o'zining baxti uchun deb bilaman. Baxtli yashayman, baxtli hayot kechiraman, farzandlarimni yaxshi tarbiyalayman desa, hamma narsaga harakat qilish kerak, ishlash kerak, yetishish kerak deb o'ylayman. Hayotda baxtli yashash uchun hamma narsa kerak. Sabr, toqat, kuch-quvvat kerak. Ayol matonatli bo'lishi kerak. Farzand tarbiyasida asosan nimalarga e'tibor berasiz? Farzand tarbiyasida unga oldin mehr, muhabbat bo'lsa, uni yoshlikdan ota-onaga, vatanga bo'lgan mehrini uyg'otish kerak. Hayotda hamma narsa tayyor qilib tarbiyalash kerak deb o'ylayman. Yaxshi kunlar bor, yomon kunlar bor, qiyinchilik kunlar bo'ladi. Hamma narsani shunday hayotga tarbiyalab borsak, farzandlarimiz ham mehrli bo'lib qoladi deb o'ylayman. Lekin sizning kasbingiz shunday, siz o'z farzandlaringizdan tashqari boshqalarning farzandlarini tarbiyalashga hissa qo'shasiz. O'z o'quvchilarimni o'z farzandim deb bilaman. U bir dars vaqtida misol uchun kasal bo'lsa, yo birisi bilan urushgan taqdirda o'z sinfimni, o'z o'quvchilarimni e'tiborda qo'ymay tarafini olaman o'zim. O'zim mehr beraman. Ular ham meni ko'rgan vaqtda bir oy nima kelsam, o'qishga ketgan taqdirlarimda oyisini ko'rganda ko'chaga har kun yugurib kutib olib chiqadilar. Somkimni har kun shunday. Hozir ham somka yo'lga yugurib chiqadilar, somkimni biri soladi, daftar kitobni biri soladi, shuni kutarib kirgizadi sinfga. Bu sizga qanday nastroyni beradi? Katta o'quvchilarning o'zingga bo'lgan mehrini ko'rsang, o'zingda harg'inchiliklar chiqib ketadi, charchoqlar yo'q bo'lib ketadi. Ular bilan yanada ko'proq ishlashga mehr oqibat uyg'onadi bizda. Ularning ham ustozlar bo'lgan mehr oqibati kuch bo'ladi deb o'ylayman. Masalan, 22 yildan beri o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanasiz. O'qituvchi faoliyati. Bu o'qituvchilik bilan ham mashaqqatli kasb edi. Shu 22 yil davomida bo'ldi, men o'qituvchi bo'lib ishlamayman degan afsus tortgan vaqtlarimiz bo'ldimi? Charchagan vaqtlarimiz bo'ldimi?
yo'q. Chunki charchagan vaqtim bo'lmadi. Chunki oldingi vaqtlarda turmush o'rtog'im ham shu pedagogika kasbida birga ishlaganmiz. Bolalar, farzandlarimiz yoshlik vaqtida, shu vaqtida ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Shunga menga yordam bergan ko'p turmush o'rtog'im. Birgalikda shu qiyinchiliklarni yengib o'tganmiz, lekin afsus chekmaganman. Adolat Nurmanova nafaqat yaxshi ustoz, o'z o'rnida namunali ona ham. Sport sohasida bugun ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritayotgan Shahzoda Azatova erishgan yutuqlarining aksariyatida onasi Adolat Nurmanovaning hissasi katta ekanligini ta'kidlaydi. Sportda asosan onamning roli juda ham katta desam bo'ladi. Sababi har bir trenovka jarayonida, har bir trenovkada odam charchaydi, nagruzka oladi. Nagruzkadan keyin uyga kelib charchab qolib uxlashlar va boshqalar bor. O'sha paytda onamiz har doim qo'llab-quvvatlaganlar. Charchaysan, travmalar bo'lgan paytlari, travma olgan paytingda travma bilan to'xtab qolmaslik kerak. Bitta travma olding deb dam olib qolishing bu to'g'ri emas. Boshladingmi, boshlagan ishingni oxirigacha yetkazishing kerak deb uqtirib kelganlar. Bu gaplar menimcha o'ylayman chempion bo'lishimda asosiy rol sababchi shu onamning roli katta deb o'ylayman. Aytishim mumkin, masalan men ko'proq tortishib qolamiz. Tortishib qolishimga sabab asosan men o'zimnikini to'g'ri deyishim, onam boshqa narsani to'g'ri deyishi. Lekin bu yerda ikkimiz ikki xil yondoshganlik, ikkimiz ham bir narsani aytamiz, lekin ikkimiz ikki xil yondoshganligimiz sababli ko'proq qaysarga chiqib qolaman deb o'ylayman. Tarbiyali, oqil, dono, har gapni gapiraverma degan gaplari qulog'imga singib qo'ygan. Kichkinaligimda degani shu maktab vaqtlarida ovqat pishirishni, nima qilishni hammasini o'zlari o'rgatgan, onamni o'zlari o'rgatgan. Hozirgacha endi ko'pchilik aytadi, sportchilar ham ovqat pishirishni biladimi yoki o'zimga savol bersa, siz ham ovqat qilishni bilasizmi deyishadi. Albatta bilaman deyman. Yonimda yurganlarimni, do'stlarimni o'zlari ham so'rashadi. Siz ham ovqat qilishni bilasizmi? Bilaman. Sen bir uyimga borib ko'rgin, nima qilib ko'rgin, keyin ovqat pishirib beraman, keyin bahosini berib aytasan deb javob beraman. Orzuyim nima deyman, bir gap bilan aytganda ota-onam faxrlanadigan farzand bo'lib katta bo'lish. Hayotim davomida eng yaxshi natijalarga erishgan bo'lsam, hayotimda mendan nimaiki yaxshi fazilatlarni ko'rishgan bo'lsa, bularning sababchisi ota-onam, ayniqsa onamning hissalari juda ham katta deb o'ylayman. Boshqalarga qanday bilmadim, lekin dunyodagi eng yaxshi onalardan biri mening onam. Onajon, men sizni har doim yaxshi ko'rganman. Agar bilmay xato qilib qo'ygan bo'lsam, sizdan uzr so'rayman. O'ylaymanki, Xudo xohlasa, siz o'ylamagan holatlardan surprizlarni qilib, siz o'ylamagan narsalarni hadya qila olaman deb o'ylayman, Xudo xohlasa. Sizni yaxshi ko'ruvchi qizingiz Shahzoda. Sizni yaxshi ko'raman, yaxshi ham borsiz. Hamisha sog' salomat bo'lib, o'ynab kulib, yuzingizdan hech qachon kulgi arimasin. Albatta, onalar har doim qizlarini qo'llab-quvvatlaydi. Adolat opa ham xuddi shunday farzandlarining katta-kichik barcha yutuqlarida o'zini baxtiyor his qiladi. Hatto qizi Shahzodada o'z yoshligimni ko'raman deydi u biz bilan suhbatda. O'zi aytishadi, inson hayotda deydi, 3 narsani tanlashda adashmaslik kerak deydi. Birinchisi kasb tanlashda, ikkinchisi ustoz tanlashda, uchinchisi umr yo'ldoshi tanlashda adashmaslik kerak. Bu xususida nima deya olasiz? U turmush o'rtoqning tanlashda uning inson bilan muomala madaniyati, mehr muhabbati, misol uchun tarbiyasi, ota-onasining hayotda qanday tarbiya berganligi hammasini e'tibor berish kerak. Shahzoda haqida suhbatlashsak siz bilan. Qizingiz jahon chempioni, Osiyo chempioni, jahon chempioni. Qaysidir ma'noda bu Shahzodaning muvaffaqiyatlari sizning bo'lgan tarbiyangizni bir natijasidir. Qizlar tarbiyasida aynan nimalar e'tibor berasiz bolalarni tarbiyalashda? Matonatli bir, ma'naviyatli bir ona sifatida.
qiz bolani tarbiyalashda u qiz bola nozik xilqat deyiladi. Uni nozik tabiat bilan, uni har hayotda bo'lgan narsalarda, hayotda hech qiynalmasdan hayotga qadam qo'yishlarini tarbiyalab, ularni o'zimizning hayotga bog'lab ko'rsatib berib, hayotdan olib ko'rsatib tarbiyalash kerak deb o'ylayman. Qiziz birinchi marta chempion bo'lganda ko'nglingiz nima? Qizim chempion bo'lgan vaqtimda shu quvonch, ta'riflab berish til ojizi, lekin shunday farzand tarbiyalab yetkazganidan shukr, rahmat aytib, shunday yordam berganlarga, shu yutuqlarga erishtirgan hammasini rahmatlar aytib, ichimda o'zim qattiq quvonganman, cheksiz deb o'ylayman uning yutuqlaridagi o'zimning quvonchlarim. Shahzodani hamma sportchi bir qiz sifatida taniydi, professional bir sportchi sifatida taniydi. Lekin sizni o'zingiz ona sifatida uni qanday ta'riflaysiz? Farzand sifatida o'zimning farzandim. Har endi sportda u ko'pincha o'zini yengish uchun, hayotda nima bo'lish uchun bitta berahmroq bo'ladi. Qanday o'zi umuman xarakteri qanday shahzodaning? U har doim o'zini aytganini, o'zini ko'nglina kelgan ishni o'zi qiladi. Lekin uni har tomonlama o'ylab ko'radi, lekin maslahat qiladi. Lekin shuni to'g'ri yo'lligini, noto'g'ri yo'lmi shuni tushuntirib, o'ylanib ko'rib, to'g'ri bo'lsa o'zi xohlagan ishini o'zi qiladi. Or nomusli, qaysar, o'z bilganidan qaytmaydigan, deganni ishlaydigan, tirishqoq. Faxrlanasizmi qizingiz bilan? Albatta faxrlanaman. Faxr hissi o'zi qanday his bu? Faxr hissi u qiz bolaning hayotda o'z or-nomusini saqlab yurishi, hamma bilan muloqotda yaxshi muloqot qilishi, odamni hurmat qilishi, yaxshi muomalada bo'lsa, uning bizga faxri shu yurishi deb o'ylayman. O'qituvchi zimmasiga hayot talablariga to'la javob beradigan va o'z zamoniga munosib kishilarni tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Quyosh o'z nuri bilan butun tabiat, borliqni jonlantirgani kabi, o'qituvchi murabbiy ham bor mahorati, ilmi bilan o'quvchi yoshlar qalbini ilm ziyosi bilan to'ldirishga ahd qilgan buyuk kasb egasidir. Agar sizni kimdir o'zingizni, qalbingizni tasvirlab bering desa, yoki bo'lmasam rasmini chizib bering desa, siz qalbingiz qanday tasvirlaysiz? O'zi aslida bir insonga ichimdagi borini ayta olmayman, to'g'risi. Qalbimdagi gaplarim. Birov bilan qattiq ko'nglini tegib qo'ysam, bir gap so'ylasam, unga xafa bo'lib qolsa, degan o'zim qalbimda og'riq paydo bo'ladi menda. Birovni xafa qilib qo'ydim deb o'zimda og'riq, qalbimda og'riq paydo bo'ladi. Shuning uchun kam gapirishga Qalbingiz sizningcha nima o'xshaydi? gul desam bo'ladi. Misol uchun gulni parvarish qilmasang, unga mehr bermasang, u ham bir kun so'ladi, quriydi. Shu inson ham bir mehr bo'lmasa, unda insonga bo'lgan qalbi sinadi chiqadi deb o'ylayman. Ayol bu bir nozik xilqat deb o'ylayman. Biroq shu mehr bersa, unga ko'proq e'tibor bersa, u ochilib yashnab gullaydi chiqar deb o'ylayman. Ayol shunday nozik tabiatli ayol deb o'ylayman. Qizingiz Shahzodani boshqalardan, ya'ni boshqa farzandlaringizdan ajralib turadigan jihatlari qanday? Farzandlarimni boshqa jihati uning hamma mening aytganimni ishlasa, deganimni desa, shunday xarakteri bor unda. Hech kimning
aytganni emas, faqat o'zimni aytganni bajaraman deb. Buyruq bir unga buyruq bersa yoqmaydi. Qaysi fazilatlari sizga ko'proq o'xshaydi? Mehribonligi, vatanga bo'lgan, oilaga bo'lgan, ota-onaga bo'lgan, oiladagi opa-singil ukalarga bo'lgan mehribonligi, o'zi ustida ko'proq ishlashlari yoqadi. Ko'p kitoblar o'qib turadi, shular menga ko'p yoqadi hammasi. Shahzodada o'zingizni yoshligingizni necha foizini ko'rasiz? Shahzodada endi o'zimning 50% bor chiqadi deb o'ylayman. Chunki men ham yoshlik vaqtimda hech nima deydi, qo'rqmay oldinga yurardim. Harakat qilardim, qo'rqish nimaligini bilmasdim. Shuni baribir yengib o'taman deb tirishar edim. Shu xarakterlarim o'tgan chiqar bor deb o'ylayman. Aytishni xohlagan yana nomlar bor ko'ngilingizda. Bugun aytishni xohlagan. Bugungi aytishda shu farzandlarni, shunday farzandlar vatanimizni, yurtimizni dunyoga tanitadigan, bayrog'imizni yuqori cho'qqilarga chiqarib, el taniydigan farzandlar tarbiyalashda hamma oilaga shunday kuch-quvvat tilayman. Shunday farzandlar yetishishini tilayman. Prezidentimiz bizga ko'p yaratib berayotgan shart-sharoitlar juda ko'p. Ta'lim sohasida ham, sport sohasida ham ko'plab maktablarimiz hozirgi kunda zamonaviylashgan, ko'p talabga javob beradigan hamma sharoitlar yetishtirib berib turibdi. Kompyuterlar bilan ta'minlanib berilgan. Sportchilarimiz uchun ham ko'plab sport zallari yaratib berib turibdi. Ko'plab imkoniyatlar yaratib berib turibdi. Shular tarbiyalashunda, shularni ko'plab mukofotlar bilan mukofotlab turibdi, sovg'alar bilan. Shu sharoitlarni yetishtirib berib kelayotgan prezidentimizga katta rahmatlar aytaman. O'z minnatdorchiligimni bildiraman.